Yulduz Usmonova, Munisa Rizayevalar yo'qmi? Hojimurat bozori vapshi gigant ochib yuboribsiz. Ochilish marosimi lekin kichkina qilsangiz bor, yarashmaydi. 2,5-3 yildan beri shov qilib baqirib kelyapmiz maqtanib. 30-may kuni ochilishimizni deb tanladik. Soat 11:00 dan boshlanadi. Har xil artistlar keladi. Kelgan mijozlarimizning orasida qimmatbaho sovrinlar o'ynaymiz. Kelgan oddiy mehmonlarning ichida ham sovrinlar bo'ladi. Konsertlar bo'ladi. O'zi bolalar kuni yaqin, o'sha bolalar uchun har xil shov-shuvli konsertlar qilib beramiz. Sirovimizni necha pul sarflayapsiz ochilish marosimiga? Hisoblamaymiz akam. Cheksiz a? Ana zo'r bo'lsa, ana hozir anaqalarni gaplashaman. Uchib turadigan dirijabllar, ana воздушный sharlar, shunaqa narsalar, bu sirkovniy tryuklar, ana fokusnik, hamma narsa bo'ladi. Xo'p, mashhur ashulachilardan kim keladi? Artistlardan hozir kelishib bo'lganlarimiz Yorqinxo'ja Umarov, Aybilda Tursunov, Muhammad Ziyo labidan aytgan o'zim tanigan ashulachilardan. Bu yog'iga yana gaplashyapmiz. Ertalab bo'lganiga, bayram oldi bo'lgani uchun viloyatda bo'lib qolgan artistlarimiz ko'p ekan, lekin qo'limizdan kelgancha Toshkentda kim bo'lsa shularni tortamiz. Yulduz Usmonova, Munisa Rizayevalar yo'qmi? Yulduz Usmonova administratorlar aytishlari bo'yicha Tojikistonda bo'lar ekanlar. Munisa Rizayeva keladigan bo'lsa, soat 6da kela olaman kechki payt deyaptilar-da. Уже biz endi bozor kechki payt ocha olmaymiz. 11 dan konsertni programmamiz boshlanadi. Soat 2-3 gacha davom etadi. 30-may albatta kelinglar, o'zim ham shu yerda bo'laman. Konsertlarda, yeb-icharlar, mazza qilib, jim bo'lsa, dirijablda, sharlarda uchib ketasizlar. 30-may kuni soat 10:00 da Qo'yliq katta bozorining tantanali ochilishida ko'rishguncha. Mo'ljal Food City